oqimni his qiling DNK va RNK darajasida, butun hujayralar darajasida. His qiling, men biroz tushuncha berib o'taman. DNKlar va RNKlar bizning hujayra atomlarimiz ichida mavjud. Hozirgi nur orqali davolanish ishi ketyapti. Butun hujayra darajasida sizni DNKingiz yangilanmoqda. Bu degani tanani to'liq qayta nur bilan to'yintirib, davolanish jarayoni chuqurlashib ketdi degani. O'z ruxsatingizni berib bo'sh qo'yib o'tirsangiz bo'ldi. Tanadagi har qanday og'riq, ruhdagi og'riqli tajriba qaysi bir reinkarnatsiyadan kelgan bo'lsa ham, hozir ayni vaqti tozalanish uchun tozalanish jarayoni kuchaytirilsin. Oyoqlaringiz ostidan ikkala tovon markazidan nur kirmoqda, spiralsimon nurlar kirib kelmoqda. Nur tana bo'ylab yuqoriga harakatlanmoqda. Barcha energetik markazlaringiz bilan. Tanamizda juda ham ko'plab energetik markazlar bor. Nur oyoqlarimizdan yuqoriga qarab, birinchi energetik asosiy biz bilgan birinchi chakraga qarab oqmoqda. Barcha nur ikkala oyoqdan oqib, bir nuqtada harakatlanyapti. Harakatlanish davom etmoqda. Birinchi energetik markaz tozalansin. Chuqurlashtirildi tozalanish. Birinchi energetik markazingiz to'liq tozalanish bilan boshlandi. Yumshoq nur, eng pastki, bilasiz, birinchi chakra qismini shu yerdan, dumg'azani orqa tarafdan, dumg'azani eng uchki qismidan nur old taraf va orqa tarafdan kirib chiqib, yumshoq nur sekin tozalanishni boshladi. Ikkinchi energetik markaz nur ikkinchi energetik markazga ko'tarildi. Tozalanish davom etyapti. Ikkinchi energetik markaz, uchinchi energetik markaz nur to'lqinlarida tozalanmoqda. Asosiy birinchi, ikkinchi, uchinchi energetik markazlarimiz pastdan yuqoriga qarab nur tolalari ko'tarilishi davom etadi. His qilib turing, tozalanmoqda. To'rtinchi energetik markaz yurak, oltin yurak tozalanmoqda. Ochilish, qalb ochilishi boshlandi. His qiling, qalbingizni ochib berishmoqchi. Ruxsat berib turing, o'zingizni bo'sh qo'yib bering. Qalbingiz markazida yaltiroq nurlar kirib chiqib, sizni yuragingizni yumshatish bilan shug'ullanyapti. Qalbingizni sevgiga ochish bilan shug'ullanyapti, tozalanyapti. 5-chi, 6-chi, 7-chi markazlarda tozalanish to'lqinlari boshingizni tepasidan yuqoriga 7-chi markaz orqali ulandi. Nur yuqoriga qarab harakatlandi. 5-chi markaz, 6-chi markaz, sizni tomoq, bo'yin sohalaringiz, peshona qismingiz, bosh miyangiz to'liq nur bilan qoplandi. 7-chi markaz orqali ulandi. Bu yuqoridagi 13-chi o'lcham yorug'lik sevgisi bilan. 13-chi o'lcham bu Xristos ongi sevgisi. Bu davolovchi nurlar, tanani qayta davolab berishga qodir bo'lgan nurlar oqim to'lqin o'lchami siz bilan ulandi. Nur spiral simon shaklda tepadan pastga tana bo'ylab oqim boshlandi. Jarayon davom etyapti. Siz o'zingizni bo'sh qo'ying, hech narsa o'y xayolga chalg'imang, xavotir ham bo'lmang. Jarayon davom etyapti. Tanalaringizda nur to'xtovsiz tepadan pastga, pastdan tepaga harakatlanmoqda. Tana to'liq qayta tozalanishni o'tkazyapti. Va har bir parallel olamlardagi tanalaringiz, har bir mavjudliklaringiz orqali tozalanish jarayoni boshlandi. His qiling, jarayon chuqur ishlab tozalanib olganicha o'zingizni bo'sh qo'yib turing. Xohlasangiz qo'l oyoqlaringizni biroz harakatlantiring, lekin o'rningizdan turmasligingizni so'rayman. Butun sevgim bilan yuraklaringizni ochishingizni so'rayman. Qayta tozalangan nurli tanada biz sizni olib o'tamiz. Yangi tanada shaffof tanachalar bilan Shambala dunyolariga, El Lemuriya stansiyalari orqali asl jannat dunyolariga. Bu yerda siz eslang ilk yaratilish onlaringizni. Bu on shu ayni hozirgi mavjudlik. Bu yerda siz uyg'oq, qaynoq, shahri ishada sumra kabi beqiyos navqiron tanada doimiy yoshlik quvvatini qayta ishga tushirilmoqda. Suyaklaringizgacha quvvatni his qiling. Siz ulandingiz abadiy yoshlik quvvatiga. Atrofingizda sirli olamlar ochildi. Bu xuddiki halqasimon pardalar to'lqinlari
ochilmoqda. Parda to'lqinlari halqasimon bo'lib, ya'ni oddiy pardadek emas, halqasimon, to'lqinsimon bo'lib, ko'zni qamashtirib yuboradigan go'zallik qarshingizda, ko'z o'ngingizda. Siz ko'ra olasiz bu asl go'zallik dunyolarini, chunki avval boshidan siz shu yerda edingiz. Avval boshidan hozir his qilgan soflik sizda mavjud edi. Lekin ma'lum bir o'tish jarayonlarida ruhimiz bularni unutgan edi. Ya'ni qaysidir reinkarnatsiya tajribalarimizda unuttirilgan edik. Unutishga majbur bo'lgandik. Endi unutishga hojat yo'q. Endi hammasi bu biz uchun ochiq. Har birimiz uchun, siz uchun, men uchun. Bu yerda hozir bu bilimlarni, aynan bu chastotalarni qabul qilayotganlar uchun Illi Muriya stansiyasi K va B maydonlarida murojaat qiling. Muqaddas oilamizga murojaat qilamiz. Bu chastotalarni his qilgan holatda men hozirgi realligimda qayta tiklansin. Meni hozirgi realligimda qayta tiklansin abadiy yoshlik geni. Tanamni aynan tanangizni eslang. Jismoniy hozirgi tanangizni qaysi yosh payti siz uchun eng yaxshi paytida, eng kuchga to'lgan, tanangiz o'zini eng yaxshi his qilgan paytida eslab his qilib ko'ring va muqaddas oilamizga shu orqali murojaat qilamiz. Kimdadir 20 yosh, kimdadir 18 yosh, kimdadir 30 yosh. O'zingiz yoshingizni tanlang va o'zingiz yoshingizni ayting. Men o'zimning yoshim bilan aytaman, siz o'zingiz yoshingiz bilan aytasiz. Ya'ni o'zingizni eng yaxshi his qilgan holatdagi paytingizda eslab yozib qo'ying. Eslab qolish uchun necha yoshingiz siz uchun eng qulay edi, shu yosh bilan murojaat qilasiz. K va B maydonlarida qayta murojaatni ishga tushiramiz muqaddas oilamizga. Mening hozirgi realligimda qayta tiklansin abadiy yoshlik geni. Tanamni 22 yoshdagi kabi, ya'ni aynan shu paytdagi tabiiy go'zalligi bir onda har bir markazlarim orqali ishga tushirilsin, namoyon qilinsin. Oltin o'zligim orqali asl chiroy, maftunkorlik ochib berilinsin. Mening uyg'oq tanam, ongim asl ruhim bilan butunlay uyg'unlikda namoyon qilinsin. Chunki siz nurga to'yingan sog'lom tanam. Sirius yulduzi chaqnoqlik ko'zlarimda, sizni ko'zlaringizda his qiling, qayta yoqilyapti. Aynan Sirius yulduzining chaqnoqligi, yorqinligi, nurliligi qayta yoqilmoqda. Sof, 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 rakaba, delta, me ruh va 67, 67, 67. Yoshlik va asl chiroy geni menda aktivlashtirildi. Takrorlashingiz mumkin. Yoshlik va chiroy geni menda aktivlashtirildi. Kod qabul qilindi. Hozir va shu yerda bitta markazda yagona yaratuvchi kuchi orqali butun tanalarimda, butun mavjudotlarimda, mavjudliklarimda bu kod qabul qilindi. Abadiy go'zallik kodi, abadiy baxt kodi, abadiy xursandchilik kodi. Hozir bu kod uchun maxsus kristal beraman. Agar yoningizda qog'ozingiz bo'lmasa yoki daftaringiz bo'lmasa, buni audiodan eshitib bajarib olasiz. Oq qog'ozni yoki daftaringiz markaziga, bo'sh varog'iga markaziga dumaloq shakl chizing. Sal kattaroq bo'lsin, chunki ichkarisi qismiga yoziladi. Xuddiki bu quyoshdek nur sochyapti. Dumaloqni 4 tarafidan quyoshni uzun-uzun nurlarini chiziqli qilib chiqaring. 4 ta chiziq chiqaring, 4 tarafga qaratib. Markazdagi dumaloq ichiga o'zingizni ruhiy ismingizni va yerdagi ismingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Agar sizda ruhiy ism bo'lmasa, bemalol yerdagi ismingizni yozib qo'yasiz. Misol uchun dumaloq shakl chizamiz, ichiga men yozdim Shadaya deb yozdim. Bu mening ruhiy ismim. Va siz ham